Assalamu alaykum butun dunyodagi qarindoshlar. Ulug' Ramazoningizga yana takror muborak bo'lsin. Biz hozir sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan mazmun sadaqatul fitr, ya'ni fitr sadaqasi haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Hammamizga ma'lum, Ramazon kirgandan beri Ramazondan oyati yaxshi tutib, Ramazonda yaxshi ibodatlarni hammalar qildik, Alloh xolisa. Endi o'ylaymiz. Demak, endi Ramazon tugagandan keyin yana iftor qilganlikninki shukronasiga Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bizga belgilab bergan fitr sadaqasini qisqacha izohlab o'tmoqchi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma qol فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه أبو داود وابن ماجه. أنا مش نوشش حديث لادن برقانج الصبا. يعني برحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه dedi. Hem de zakatul fitr degen, hemimiz bilimiz, zakat degen paklaş, pakızlaş, östürüş degen ma'nolari bor. Demek zakatul fitr degen iftar qilishninki, ya'ni şu Ramazonni tugutib, hayit qilishninki şu zakati degen bo'ldi. Demek hem de bu yerda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki bu hadisni bizga deganidan biz nimani tushunib olamiz deganda, Alloh subhanahu va taoloninki bandalarga qilgan mukammal ne'mati, Alloh subhanahu va taolo bularga mushu Ramazon oyininki oxirisida yana zakatul fitri sadaqasini Alloh taolo belgiladi. Nima uchun desa, bu yerninki bu sabab illati tuhratal lillag'v dedi. Yana baka ish, baka gap, baka parang mushuni qilib salgan bo'lsak yoki anglab qolgan bo'lsak, buniki bir kafarat uchun buni birish. Yani var rafas dedi. Rafas degan ba'zi endi qirin gap yoki qamlashmagan ba'zi gaplarni deb salgan bo'lsak, buning kafaratiga demak mushuncha pokizlaydi bu degan bo'ldi. Va tu'matul lil masakin dedi. Miskinlarga yemeklik dedi. Miskinlarga bir xushallik kirgizish. Nurg'un oilalar bor hamda biz ba'zi ishlarni his qilolmagan bilan hozircha masalan kunlik aron deb yeyotgan yoki yemayotgan kishilar atrofimizda bor. Demak bu hamda bu vojib, buni qilish har bir musulmon buni o'zining majburiyati deb qilishi lozim. Bunda hamda Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning bu sahih hadisda yana payg'ambarimiz fitr sadaqasini, fitr zakatini xo'midan birsa yoki opidan birsa qulga, o'rga, er kishiga, ayol kishiga va cho'ng kichik hammalarga umumyuzlik buni nima qildi? Belgiladi deydi endi. Demak, endi buningdan nima chiqadi desanglar, onaning qusuqidagi to'ralma bo'lib qolsa, bunga tug'ilmagan bola bo'lib qolsa, bunga kelmaydi deydi olimlar. Lekin Ibn Hazm qatorliq bir qancha olim buni Ibn Hazm asosliq boshchilikda shu bir ish kelgan endi nima deydi desa, keladi deydi. Lekin inson buni bilib qolsa, buning hech qanday bir nima bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi, aksicha ajr bo'ladi endi. Demak, bir odam o'zininki oil tavobotiga o'ziga tava bo'lgan kishilarning hammasidan biridir buni. Masalan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu nima desa, fitr sadaqasini, fitr zakatini o'zininki barliq oil tavobotlari kichik, cho'ng, o'zi zodi shundoq baqadigan o'zininki tavalligidagi kishilarga hammasiga bir tiraydi. Buni Ibn Shayba xabar qilgan. Demak, endi bu yerda bir narsa, bu fitr sadaqasi, fitr zakati to'g'riliq nurg'unlagan bir ixtiloflar, o'xshamagan qarashlar maydonga keldi qarindoshlar. Ba'zilar Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning mushu degani bo'yicha labzan mushu tarjima asosida buni yemeklikdan yoki xo'midan birimiz, masalan bunu buğdaydan, apidan, görüşten birimiz başka narsadan vermeyimiz, bazı adı tapmayın dedi. Bazı alimler dese, yok bunu namratqa, miskinge xushallik kirgizish bo'lgan ekan, buning uchun naqd pul berish bu yaxshi, afzal deb qaraydi. O'xshamagan qarashning bo'lishi
biz uchun bir rahmat. O'xshamagan qarash bo'lib qolsa, aqida masalasida, siyosiy masalada o'xshamagan qarash bo'lsa, bu ummatga bir ofat bo'lgan bilan o'xshamagan qarash qo'shimcha prinsiplarda ani qilsin bo'ldigan, ma'ni qilsin bo'ldigan. Hatto sahobalar davridami cho'q sahobalar bir so'zni ikki xil tushunib, ikki xil qilgan ahvollar cho'q bor. Shunga biz ba'zi masalalarga o'zimiz mushu biz tutqunimiz bek afzal, bek to'g'ri deb qolganlarni ayiblaydigan ishdan saqlanaylik. Faqat ham siyosiy masalalar bo'lib qolsa, aqida masalalar bo'lib qolsa, ideologiya masalasi buningda ching tursak bo'ladi, ham ching turamiz inshaalloh. Shunga eskartib qo'yganimiz hamda bu fitr zakatini, fitr sadaqasini nima pul bersa buldu degan olimlar Abu Hanif rahimahulloh, Ata, Sufyan as-Savri, Hasan al-Basri, Umar ibn Abdulaziz 5-xalifa deb nom olgan Umar ibn Abdulaziz qatorliqlar edi. Hamda bo'lmaydi buni zada shunday guruchdan, bug'doydan, nimadan xo'midan berish kerak deb qaraydiganlar Imom Shafiy, Imom Ahmad, Imom Malik bular bo'lmaydi deb qaraydi. Hamda zarur maslahat, ya'ni manfaat, ehtiyoj bo'lib qolgan chaqda, masalan, hozirgi davrdagidek, masalan, iqtisodiy jihat qiyinchilik bor, bir kunlik uchun masalan bir hayitni xotirim o'tkazish masalasi qiyinchilik tushgan, unda bir ahvol bo'lib qolsa, buningda cho'lsa Ibn Taymiya bir qism Hanbaliylarmi buningga to'g'ri deydi. Imom Malik mazhabida bo'lgan Imom Ashhab masalan, Maliki mazhabidagi Ibn Qosim deganlarcha shunday to'g'ri deb qaraydi. Endi bu shariat asosliqcha maslaha mafsada, ya'ni foyda ziyon ustiga o'lchash, bilish ustiga qurilgan qarindoshlarimiz. Ba'zi savobit masalalar bor, buni o'zgartirib olmaydi. Muqim prinsiplar bor. Ba'zi masalalar bor, zaman makonninki va shaxsning va shu sharoitning o'zgarishiga ergashib hukm o'zgaradigan. Bunda desak endi bu bir xil chekti yo'q jingdek o'xshaydi deb o'ylab qolsam bo'lmaydi. Islomning elastikiligi, qonun prinsiplari ba'zi masalalarda ulamolar ching turib nimishqa deganda bu ching turishga tegishli ham uni o'zgartirib bo'lmaydigan, almashtirsa o'zgarsa yuqori bo'lgan dindan chiqadigan, tuvan bo'lganda eg'ircho'p fasiq bo'ladigan ba'zi ishlar bo'lib qoldi. Shunga buningda bo'lmaydi deydi olimlar. Lekin bo'ldigan masala bo'lib qolsa, amal va ijtihodni qabul qildigan yoki masalan sahobalar o'rtasida o'xshamagan qarash bo'lib qolsa, biz buni xushalik bilan qabul qilsak bo'ladi. Yig'inchoqlab aytgan vaqtda bu fitri, ya'ni sadaqasini, fitr sadaqasini pul bersak bo'ladi. Masalan, Turkiyaga nisbatan desa, shu bir kunlik bir kishiningki yemek içmek, yani turmuş normal olganda shu 28 lira yoki 30 lira bir bersimi bo'ladi. Har bir kishiga beriladi bu. Shu olimlarning qarashidan da ba'zi kishilar deydi, buni hamda nima desa, kun o'ltirishdan burun tug'ilgan bo'lishi shart deydi, bazal deydi. Abu Hanif rahimahulloh qatorliqlar shu hayit kunisi kechasi, namoz o'qiymiz degan kechasi shu tong yurishdan burun tug'ilgan bo'lsa, buning uchun birdi deb qaraydi. Buni bermasak bo'lmaydi qarindoshlar. Buningga boylik shart emas. Har qanday bir kishi o'zining bir kunlik banasini, yigidek narsasini topa olsa, o'zi shu narsani berish kerak. Buni bermasak bo'lmaydi. Shunga hamda buningda jiq ixtilof, o'xshamagan qarashlar bo'lgan, shu bu mazmunni o'tirg'a qo'ydik inshaalloh. Hammamiz azodi holatda pul bersak, bu adolat topadi, hamcho bu fakirlarningki manfaati asosiy o'ringa qo'yilgan bo'ladi. Chunki bir odamga masalan ochliq bersak yoki bug'doy olib bersak, masalan biz Saudiyada keraklik qanday desa, masalan 2 kilo, masalan bir odam qaz 2 kilo ba'zi 2 kilo go'shtni olib oladi, shu ba'zi et bilan nomratlar olib uni yarim basig'imi udlik kelmaydigan pulga sotadi. Demak, u kim foydalanadi desa, shuni olib sotadigan foydalanadigan gap. Buningda hamda biroz toz yaxshi bo'lmaydi. Chunki bu ular maqsad pulga ehtiyoji bo'lganlikdan biz qarab turib uni uchun boshqacha bir boshqa odamni boy qilib, namratqicha yana manfaat bermaydigan ahvol bu shakllanib qolsa bo'lmaydi. Shunga har qanday vaqtda masalih, mafasid deymiz, foyda ziyonni o'ylab qilishimiz bu intayin muhim. Shunga bu yerda biz buningki asosliq yo'l qo'yilishining sababini olimlar shu payg'ambarimizning tohratul lis-soimi minallah va rafas degandan har bir odam ba'zi egizpas gap qiladigan ish bo'ldi, ba'zi shu bakanasini anglab qoldigan ish bo'ldi, 30 kun Ramazon tutgandan keyin. Shunga buningda biz nima qilamiz desa, buni birish orqali shuningdan poklanish. Shuning uchun eng muhimi bizningki ijtimoiy kafolat sistemamizning birisi, xuddi zakat ijtimoiy kafolat sistemasi. Zakat degan bu poklash bu deb ataladi. Zakatni ham ba'zi kishilar
voy bu zakatken, andaken, mandaken deydigan, onu bir yaman ko'rtgan, yoki uni og'ushlarni haqoratlaydigan, to'n ko'rtgan bunday ahvol. Bunda bo'z bo'lmaydi qarindoshlar. Shu zakat elishga loyiq bo'lgan 8 o'rin bor, shu o'ringa loyiq kelgan kishilar bo'lib qolsa, bu o'ziga nisbatan shu halol. Bu hech qanday bir uningda masala yo'q, lekin loyiq bo'lmagan kishilar uni olib qolsa shu harom bo'ladi endi. Shunga ba'zi masalalarda biz ba'zi bir zihniyatlarni qabul qilib qo'ylik, chunki iqtisodiy jihatdagi islomning ijtimoiy kafolat sistemasini yo'q qilsa, kofirlar nurg'un maqsadlarga erishadi. Shunga zakat oldi, u qildi, bu qildi deb ularni ayiblaydigan yo sadaqatul fitrni olsa uni ayiblaydigan ishni qilsak bo'lmaydi. Shunga namrat kishilar bo'lib qolsa, bularga shunda o'zimiz berib, masalan bir oilada 8-10 aylan bo'lib qolsa, 300 30 dan bo'lsa, masalan 200 lira pul bo'ladi yoki dollar, masalan Yevropaga nisbatan, boshqa davlatlarga nisbatan ashuna bersak bo'ladi. Hamda buni desa, shu kishi nada birdi degan bir savol bo'ladi. Shu kishi shu oxirgi Ramazonning oxirgi kunini, ya'ni nada o'tkazgan bo'lsa, nada chiqargan bo'lsa, shu aytni nada o'qigan bo'lsa, shu yerda birdi demoqchimdi. Shunga buning hamda buni qanday vaqt birdi degan yana bir savol tug'iladi hamda. Qanday vaqt birdi degan. Qanday vaqt birdi degan savol qarta Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamning bu hadisini biz yana bir eslatib o'tmoqchi. Buningda hamda Payg'ambar alayhisalom zakatul fitrni, fitr sadaqasini qavmidan yoki opidan, mana qo'l, hur, erkak yoki ayol bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, masalan, chiqib jallan bo'lsa, jon beshiga birdigan bir zakat hamda bu. Buni hamda shu namozga chiqishdan burun ado qilishga buyurdi deydi. Hamda yo'q cho'g'an gap, namozga chiqishdan burun buni ado qilish, buni biz birish bu intayin muhim hamda. Shunga bu jumhur olimlarning qarashida hamda zakatul fitr vojib. Buni hamda bayatma eslatib o'tdik. Cho'qim buni birish lozim hamda. O'zininki oilasininki shu bir kunlik yemak-ichmak uzuqidan ashyo olsa, buni burdi. Lekin zakat unday emas. Zakat kelgan chaqda zakat masalan pulninki shu hozirgi vaqtda hamda 85 gram oltindan ortiq o'zinincha oyat asidini oshgan narsa bo'lib qolsa, shuningga birishi lozim. Cho'ng bolalar bo'lib qolsa degan bir savol tug'iladi. Cho'ng bolalar bo'lib qolsa, uningga u hamda shuni beqish mas'uliyati bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, bolalar o'qigan bo'lsa yoki meyib bo'lsa yoki boshqa nima bo'lib qolsa, uningga biridi deydi. Uni birish zarur bo'ladi endi. Endi buni shu birdiga vaqt deganni biz dedik endi 2-3 kun burun bersak bo'ladi, namozga chiqishdan burun deydi. Endi buni İmam Şafii mazhabidagilar Ramazonning avvalda bersin bo'ldi deganni o'tirib qo'ygan. Ramazonning boshlagan vaqtlarida bersin bo'laverdi. Chunki maqsad bir kambag'al namratlarga xushalik kirgizish bo'lgankin, ba'zi kishilarning iftor qilishga minasi yo'q. Masalan, ba'zi vaqtlarda, ba'zi yerlarda shunda so'ralgan savollar bor. Suv bilan iftor qilib, masalan, suv bilan zo'liq yesa bu qabul bo'lamdi deb so'ralgan savollar bor. Atrofimizda nurg'un ahvolni deyolmayotgan qarindoshlarimiz bor. Asli o'tlamdi. Ayatda bor qaranglar. Lil fuqara'illazina uhsiru fi sabilillah la yastati'un darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasalun nas ilhafa dabba. Mush namrat kishilar bor edi. Alloh yo'lida maxsus shu mangan yoki shu o'qigan, masalan o'quvchilar ya masalan maxsus diniy xizmatni qilaman deb mangan kishilar, masalan mujohidlar va yoki desa, o'sha diniy jihatga o'quvchilar deganda hamda Allohning tunish shart bilan mayli qanday bilim o'qisin. Bu namrat hamda o'quvchining ko'pincha namrat keldi. Yoki bo'lmaganda diniy o'quvchilar maxsus din o'qib, o'sha xalqimni bir diniy jihatga yetaklayman deb o'qiyotgan bunday kishilar, bular la yastati'un darban fil ardi deydi. Bular tijorat qilolmaydi dedi. Qilsa qilaydi, lekin qilmaydi. Qilsa hamda o'qish qilib qolgan gap. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf dedi. Uni baylar desa, buni nim deb qoldi desa, yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf dedi. Yahsabuhumul jahilu bular bilmaydigan kishilar buncha boy deb o'ylab qolgan. Boy deb o'ylab qoladi. Yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum dedi. Buni hamda nimish boy deb o'ylab qoldi desa, ya vatandan chiqqan kiyimlarni kiydi, ya pokizcha masalan ratlik yurdi, yoki masalan o'ziniki hamda dadim hikimga demaydi ham demaydi. Ta'rifuhum bisimahum dedi. Bularni da qarasangiz simasini bir olaysiz, ya bir oyoqni kiyib ya bir kiyimni kiyib buni qarasak bilgili bo'ldi. La yasalun nas ilhafa dedi. Kishilarga chaplashib olib, undacha oy baslar, onda qilsizlar, manda qilsizlar, uylarga berib yetib olib, uning uchun shu Ramazon kelishdan burun unda
to'sagandek manda qilmaydi degan bola. Nurg'un ustozlar bor. Hozircha masalan hatto uyning ijarasini to'lanmayotgan yoki masalan o'zining qarzini bermayotgan atrofimiz masalan nihoyat yaxshi taqvo qarindoshlar. Masalan, hamda minnet taaffuf deydi şu ayet şuna. İffetlik bo'lganlikni dedi. Alloh bir deb turibchi, bir narsa so'maydigan kishilarimiz ko'p hamda. Ba'zi kishilar kasb qilib yig'liq, mayli fitr sadaqa bo'lsin, mayli zakat bo'lsin, to'xtatmay so'rab, shu berib, yetib uncha har xil elish usullari bilan oladigan hamda. Mana bo'lib qolsa bo'lmaydi. Shunday kishilarni yo'qlab qo'yish, o'zimiz izlash degangilam talab qilgangilam emas. Uning uchun desa, talab qilmaganma ahvol qanday, bunda bir narsa ba'zan sizga durustmi yoki bo'lmagan atroflar odam bormi deb so'rash kerak. Endi bu nurg'un masalan bo'lib ustozlar voy zakatlarni ba'sizlar voy mundaq qil deb demaydi chunki demaydi undalar. Sababi nima desa nurg'unlagan fitna, nurg'unlagan tuhmat, nurg'unlagan bir munofiqlarningki endi gap tepish ko'p bo'lgandan keyin ularcha desa sabr qilib o'tayotganlar bor. Shunga qarindoshlar mushunda atrofimiz kishilarga iygulayli bo'lib mush tul ayollar masalancha miskin ishlayotgan masalan uyning ijarasini to'layolmayotgan Muyna qarindoshlar buni uchun unutib qolmayli. Shularga shariat uchun bu to'g'ri. Buni hamda biz o'zimizningki kallis bo'yicha emas, shariatda qanday belgilab shu bo'yicha demasak bo'lmaydi-ku. Shunga hozirgi vaqtlarda endi shundaq Xitoy virus sababli uydan taloq chiqarmayotgan, bir go'sht ep yemayotgan nurg'unlagan qarindoshlarimiz uchun bor endi. Shunga buningda biz nima bu belgilamalaridan joyida ijro qilsak ijtimoiy kafolat sistemasi maydon keladi. Namratlarcha baylarga nasat qildigan, chidamaydigan ishlarni qilmaydi masalan. Shu proletariat inqiloblari chiqmaydi degan gap. Kommunistlar shunday qilib baylarga namratlar nasat qilib chiqqan inqilob qo'yamdi. Buni hammamiz bilamiz. Shunga endi ulamolarning ittifoqi uning deyincha desa, bu saqt olamdi masalan ba'misa desa, bu saqt olmaydi dedi. Bu endi har bir musulmonningki gardindagi qarz, buni chuqur bilish kerak. Ba'may qolsa, bu gardinda qilib qoladi deydi. Şu anda bu her bir kishi bununla kechiktirmaslik kerak, kechiktirish harom deydi olimlar. Harom ishni qilgan bo'lamiz. Beremaydigan ish yo'q, buni qilmaydigan ish yo'q, bekimga deb havola qilib bir betong deb bagiz yutib, keyin uni to'liqlab bersekmi bo'ladi masalan. Buni yotkash masalasi desa masalan, zakatni yotkash, buni yotkashda o'zimizning ya tuqqanlari yoki shunday bek muhim ish qilayotgan odamlar bo'lib qolsa, bir shahardan bir shaharga yotkab, bir davlatdan bir davlatga yotkashga shariat uchun yo'l bor. Chunki ular bakroq ehtiyojli bo'lganligi uchun Allohga birish shu shartlanadi. Bakadan yo'tkab endi o'xshash tursa ehtiyojni yetkazib bo'lmaydi. Masalan, buning uchun biz endi naytliq ba'zi eskartishlarni berishni loyiq topdik. Endi bayatni dedik, zakatni nada beramiz, bu sadaq fitrini desa, shu oxir qatim Ramazondan chiqargan yerda berish kerak. Shuni beramiz bo'lmaydi. Bu kichik bo'lsin, oz bo'lsin, bizningki kallamiz o'ylashimizda, lekin nurg'unlagan masalancha Alloh yo'lida o'qiyotgan, o'zining dardini o'zi bilib yashayotgan nurg'un kishilarimiz atrofimizda namoratlar, masalan tul ayollar, tul bolalar bor. Mushlarga aytliq asosda buncha birish, bularni bir xushal qilish bizning bosh tortiblanmaydigan mas'uliyatimiz, hamcha majburiyatimiz, ham bu qarz bizga. Agar uni 7 kungachilik bermay yoki 7 kun masalan kechiktirib qolib qolsak, chuqur gardinimiz qoladi, uni berish zarur deb qaraydi olimlar. Shu sadaq fitr to'g'riliq bizning qilgan da'vatimiz, tushuntirishimiz mishagichi bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo bizni shu bugungacha masalan 27-kechasi askartib qo'y. Buningda asosli ba'zi sahobalar qasam qilib turib 27-kechasi cho'qim o'tdi deganlar bor. Ba'zilar desa shu oxirgi 10ninki taq kechasi deydi. Har xil endi oyat hadisni tushuncha olganlar har xil. Shunga bugun kecha texmo o'zimiz uchun bilimiz nechadan bog'lab shu Laylatul Qadr kechasini ibodat bilan o'tkazishga, da'vat tashviqot bilan anglash, uning uchun taqtish, shunday o'tkazishga Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo Laylatul Qadrga hammamizni uchrashtirsin. Alloh taolo qalbimizni birlashtirib olsin. Alloh taolo bizning uchun inoqsizlikni bizni ko'tarib olsin. Xalqimizni Alloh taolo patpursatchi shu zulmdan qutqazsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.